Navbatdagi so'z Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligi a'zosi Adila Masinjon. Assalomu alaykum. Mashhur o'tgan barliq atlar, anlar, mening ismim Adila Masinjon bo'ldi. Hammamizga ayon xalqimizning boshdan kechirayotgan bu ig'ir azobliklar bugun yoki oqshom paydo bo'lgan emas. Bu vaziyat yuzlab yillarni, asrlarni o'z ichiga oldi. Buni hammamiz bilamiz. Xalqimizning taqdiri qanchalik ig'ir va qanchalik azoblik bo'lsa-mu, bizning millat, bizning xalq o'zining bu azoblik ko'rishni hech qachon to'xtatmagan. Ham bugungi kundami u o'zining taqdirini o'zgartmagicha va biz o'z nishonimizga yetmagicha bu azoblik ko'rish to'xtamaydi. Endi bugungi jam bo'lishimizning eng asosiy maqsadiga keladigan bo'lsak, 5 fevral G'ulji qirg'inlik voqeasiga bag'ishlangan bo'lib, shu haqida qisqacha bayonot qilib bermoqchiman. 1997-yillari G'ulji xalqining ahvoli jiddiy og'irlashdi. Ya'ni shu yili 5 fevral kuni G'ulji yoshlarining tinchlik namoyishini Xitoy hukumati qonunsiz bostirgan. Namoyishning sabablari nima deganda, Beijingning mustaqilligi siyosati, Uyg'uristondagi Xitoy Kommunistik partiyasining partkomi Wang Luchen atalmish milliy bo'lgunchilarga, ya'ni va diniy asabiychilarga qarshi qattiq qo'lning harakatini ishlatilishi ham jamoat xavfsizlik idorasining tarafidan 2-4 fevral kunlari 100 dan ortiq Uyg'urlarni tutqun qilinishining va ularning 4 nafarining so'roqxonada qattiq qiynab o'ldirilishining oqibati sabab bo'lgan. Bundaq adolatsizlikka chidamagan ilm mashribining liderlari Abduxalil Abdumajid va Abdumajid Abdurahmon rahbarligidagi yoshlar 5 fevral kuni ertagaligi soat 10 da yerlik xalqning huquqini qo'g'dash niyatida qonunsiz tutqun qilinganlarni qo'yib berishni, diniy erkinlikni va inson huquqini hurmat qilishga talab qilish uchun Xitoy Xalq Jumhuriyati Konstitutsiyasining 35-moddasiga asosan tinchlik namoyishga chiqishga qaror qildi. Xitoy hukumatining jamoat xavfsizlik idorasi namoyishga qarshi harbiy va ig'avarlik tadbirlarini amalga oshirdi. 5 fevral kuni soat 10:30larda G'ulji shahrining Tashlabka, Tashko'rik va Do'ngmalla qatorliq joylarida